Avuz ko'char shovqin umuman eshitilmaydi. Chotki. Anjoy, bu esa ikkinchi xonasi ham juda katta. Juda ham ko'p shahar ichida, lekin eng zo'r Modern House, chunki men buni tanlaganman. Ana endi sizlarga yana ham zo'r taklif. Zafar, telefoningizni qo'ying. Mana senyoritalar uchun eng zo'r taklif deb bering. Qanaqa taklif berasiz? Eng zo'r taklif boshlang'ich to'lov bilan xonadon partiyalar bo'ladi. Chunki har bir metr kvadratdan 200 mingdan 600 ming, 900 minggacha chegirma bor. Eng zo'rini aytaman. 150 ming so'm to'laydi. 1+1 aksiya. Qolgan summani 70 ga bo'lib beradi. O'xti, 7 yil ketadi faqat. 5 bo'lib. 6 yilga bo'lmaydi. Xon qarang. Bitta xonadon qaytaradi mana shu xonadon. Va sokinlikda qo'shib beradi. Hozir men ko'rsataman sanaqa ko'rish. Keting. Biz hozir podval qismiga tushdik. Podvalmi nima deyiladi? Sokinlikda qo'shib beriladigan xonadon xuddi balandlik 320 bo'ladi. Ya'ni yashash qavatdan ham baland. Undan tashqari derazalardan ko'rsa xuddi shunaqa. Lekin ko'p joyga qarang, fortishga qo'shib beradi shunga. Fortishga beradi. Bizda esa xuddi deraza xuddi qanaqa bo'lsa, tepa qavatimiz past qavatdan shunaqa 160 ga